Leksiyimizni davamlaştırmaz, hürmetlik vatandaş. Endiki leksiyimizin mavzusu mundaq özümüz qo'yaylik. Amerika Qo'shma Shtatlarda 3-qo'l rahbar Nancy Pelosi xonim Uyg'urni qabul qilibdi. Uyg'urning faoliyatchilarini qabul qilibdi. Buning uchun Nancy Pelosi xonimga ko'p rahmat. Dal mushu kunda, hozirgi vaqtda, masalan, Amerika Qo'shma Shtatlarining 2 nafar davlat ishlar kotibi, avvalgi sobiq davlat ishlar kotibi Mike Pompeo Uyg'urni etnik qirg'in qildi. Uyg'urni milliy tozalash elib bordi. yoki umumiy soyqirım qildi degandan keyin navbatdagi davlat ishlar kotibi Antony Blinken dal bu so'zga ega bo'lib, ega chiqib, biz buni davomli so'zlaymiz, takrorlaymiz degandan keyin ondan keyin andan Amerika Qo'shma Shtatlarining davlat mahkamasi Osiyo ishlari bo'yicha Yevroasiyo ishlari bo'yicha mas'ul rahbari Molly Montgomery xonimning kishilik huquq masalasida biz Uyg'urga va Uyg'uristonda Xinjiangda Xitoy yurgizayotgan va Xitoy o'tkazgan jinoyat, qirg'in, umumyuzda qirg'in qilish, genosid, soyqirım masalasini hargiz tashlab etmaymiz. Amerika hukumati buni davomli tutadi va ching tutadi degandan keyin endi Nancy Pelosi xonimning Uyg'urlarni kishilik huquq faoliyatchilari ne? Masalan, qabul qilganiga biz Nancy Pelosi xonimga ko'p rahmat aytamiz vatandoshlar. Ko'p rahmat aytamiz. Masala endi o'tirdi, nima qo'yildi? Hozir gap endi kishilik huquq to'g'risida ketyapti. Kishilik huquq to'g'risida ketayotgan bo'lsa, o kishilik huquq munosabatlik masala. Mana bugun kelib boshda aytgandek, umumiy qirg'in qilish, planliq tug'ut yana boshqa o'tirg'i chiqayotgan masalalarni o'tirg'i qo'ydi. Endi gap eg'ib kelib yoki ching turib so'zlashadigan vaqt kelsa, masalan, bizning qo'shig'imiz va bizning muddaoyimiz, qo'shig'imizdagi masala nima, engimizdagi masala nima? Bizda Amerika Qo'shma Shtatlari hukumatidan nima kutamiz? Amerika Qo'shma Shtatlari zada qanday yordam berishi kerak? Uyg'urlar hozir shu holga keldi. Mesela tünügülletin hazır göremedim, kağızda çıkarıp alamadım, vatandaş radyoda verildi. Hazır Uygurların köpüyüş nisbeti 2017 yıldan 19 yılgacha bir sanda depti 14% kemiyip ketdi depti. Yani bir sanda 67 mi neçe %? Ben hata görüp aldım ya ki, bugün ettiğini görgendim, kemiyip ketdi depti. Agar mushundaq taraqqiyot, ya Xitoyning taraqqiyoti, Xitoyning bostirish taraqqiyoti, Uyg'urni o'ltirish taraqqiyoti, Uyg'urni etnik yo'qotish taraqqiyoti mushu darajada davomlashadigan bo'lsa, bu millat yana 2 yil 3 yilgacha bardoshlik berolmaydi vatandoshi. Bizning millatimizda emas, har qanday odam, har qanday millat bundoq bostirishga bardoshlik berolmaydi. Mening hayron qoladiganim mushu darajaga yetdi. Hozirgacha Amerika Qo'shma Shtatlarining Uyg'urlar to'g'risida e'lon qilgan tuzgan qonun loyihalarini misolga olaylik. Masalan, o Irak deb aytganda sobiq prezident Trump imzo qo'ygan qonun loyihasi deylik. Yoki siyosat xarakterli tushunchalar deylik va Kongress, Amerika Davlat Majlisi Marco Rubio, Christopher Smithlarning ko'rsatgan tirishchanliklari deylik. Mushlarning hammasi qo'shib kelganda Amerika Qo'shma Shtatlarining Davlat Majlisi Uyg'urlar to'g'risida deydigan so'zlarni asos jihatdan deb bo'ldi vatandosh. Faqat eshib qolgan masala hozir Uyg'ur kim? Uyg'urning masalasi zodi qandaq masala? Amerikada yoki Tashqi ishlar ministerligi yoki Davlat Majlisi Uyg'urning qandaq masala degan masalaga qo'yilgan mush savolga yaqinlab kelmadi. Masalan, biz sizlarga leksiyada so'zildik, nima dedik? 90-91-yillardagi moliya yilida Tibet tajovuz qilinmasdan burun mustaqil davlat edi. Tibet tajovuz qilingan davlat yoki harbiy kuch bilan egallangan davlat. Bu yerda davlat tushunchasi Tibetning ustiga qo'yildi vatandoshlar. Bu allaqachon buningdagi qancha yil, 30 yil burungi gaplar deyli hozir.
30 yıl burunki gepler deyli, lekin Uygurlar meselesi Uygur degan ismga moslashtirib, hozirgi davlat meselesi, davlat majlisida bundoq bir qonun loyiha o'tirg'i chiqmadi. Vaqtni kutib o'tamdi. Va yoki bir payti bormi, yoki bir paytga to'g'rilamdi. Bu tarafi bizga aniq emas. Ammo mushundoq masala, ya'ni keskin masala, Uyg'urlar masalasi to'g'risida keskin masala o'tirg'i chiqmaganligi uchun hozir Xitoy haddidan oshib ketdi vatandoshim. Buni eng egri salmoq egalligi 2017-yildan boshlab nazarband qildi Uyg'urlar desangiz, bugun 4 yildan oshdi vatandosh. Bu 4 yil ichida uning ichiga qamalgan odamlar qanchalik bardoshlik bera oladi? 4 yil, 4 oy deb biqma. 4 yilni qo'yib 4 oy deb qanday bardoshlik bera oladi? Anani ko'rsatdi 60% kemaydi. Uyg'urning tug'ilish nisbati 14% kemaydi. Uyg'urning tug'ilish nisbati bu kemaydi. Xitoy uchun son kerak, kemaydi u odam, u yerga solib qo'yayotgan vatandosh. Hozir Xitoy butunlay mansmaydigan darajaga yetdi. Bugungi xabarda men sizga dedim boshda. Duvi Torbeti e'lon qilgan xabarda Uyg'urlar masalasini avval qo'rin qo'yib turib, Jungo bilan so'zlashadigan bo'ldi Amerika degan xabarda ostiga berilgan ikki parcha surat turdi. Suratni ko'rsangiz, xotin Goma noyisida ayol bir oilaning boqmachilik qilganligi, masalan, eshakni seg'ayotganligi, eshak beqayotganligi, Muşinaslarni ko'tirib chiqib bu masxara qilyotdi. Uyg'urni islom diniga ishonadigan bir millatni Xitoy degan bu sharqning yavo yillari masxara qilyotdi. Shinxuasha beryotdi bu xabarni vatandosh. Sizmi ko'rgan bo'lishingiz mumkin, buni shinxuasha beryotdi. Uning demoqchi bo'lgani buning hayvondan farqi yo'q, bu odam emas. Bu Uyg'ur odam emas, Uyg'ur bu millat emas. Bu ibtidoiy deyishga arzimaydigan hayvondan farqi yo'q bir millat. Bu tamning u tarafida Uyg'ur, bu tarafida hayvon yashaydi. Faqatli farqi o'tirdagi tam bo'lmasa hayvon egildi yotadi. Xitoy uyda yotib nima farqi bor? Uyg'ur uyda yotib nima farqi bor deb solishtiryapti hurmatli vatandosh. Bugungi torbetni aching, Duvi torbetini. Men deganmish mavzuni bir ko'rib baqing, Xitoyning bergan suratlarini qaytilab ko'rib baqing, shundaqmi emasmi? Millat sifatida inkor qilyotdi, haqoratlayotdi. Odam sifatida inkor qilyotdi, haqoratlayotdi. Sening hayvondan boshqa qimmating yo'q deyotdi. Bundan qaraganda Xitoyning maqsadi ishga, biri bu o'lkaga, Uyg'uristonga endi Xitoy hukmronlik qilolmaydi, uning ko'zi yetdi. Shu sababdan Uyg'urni shu darajada haqoratlayotdi. İkincisi, Xitoy hozir Uyg'urni butunlay yo'qotmoqchi, yer sharida yo'qotmoqchi. Uning qimmatini o'lchab o'tiradigan, uning sifatini tekshirib o'tiradigan ish yo'q, o'tiradigan ish yo'q. Yo'qotishni kerak. Shunga buning kim ekanligi biz uchun e'tiborsiz. Buning qanday muomala qilishni o'zi biz uchun e'tiborsiz. Hayvon o'rnida muomala qilamiz deyapti. Mesele müşahiyet hürmetli vatandaş, biz hazır siz bilen aytganda birla Amerika Qo'shma Shtatlarga iltijo qildik. Amerika xalqiga yordam tildik. Xudoga ming shukrlar, hozirgacha Amerika Qo'shma Shtatlar buni ko'ngil bo'lib keldi. Lekin hozir bizning ayadagi millatimizning yo'qolishini, halok bo'layotgan millatning vaqtcha tezligini solishtirganda, jiddiyligini, ta'xirsizligini solishtirganda bizga Amerika Qo'shma Shtatlarining ko'ngil bo'lishi bek oz xarakterlik bo'lib qoladi vatandosh. Shunga oz xarakterlik his qilamiz, chunki bir nuqtada aytganda qanoat hosil qila olmaymiz. Masalan, Nancy Pelosi xonim Uyg'urlarni qabul qildi. Uyg'ur faoliyatchilarni qabul qildi. Da'vo nima? Uyg'ur nima da'vo qiladi? Sapli yosh bolalar ekan, sizlar bilamsizlar, yigitlar Uyg'ur da'vo qilgan narsa nima? Nazarband qildi, oyoq osti qildi, planliq tug'uti chekladi, mo'shalama. Bular emas ekanligiga bizning ishimiz. Bundan boshqa da'vo shakli bor ekanligi sizlarning ishinizlar. Da'vo nima? O'ylab qo'yinglar yigitlar, yosh faoliyatchilar buni. Da'vo zodi nima? Amerika xalqiga biz nima da'vo qilamiz? Masalan, mush kuni kelganda Uyg'urlarning hozirgi taqdiri shu. Birla Amerika ko'ngil bo'layotdi deymiz buningga. Hozir yaqindan bir Gollandiya, Kanada qo'shildi. Qaraganda atog'in Avstraliya qo'shiladigan turdi bu qataga.
Angliya ishkilinib turyotdi, pishami ko'psam pishami yapsam pishami deyotdi. O belki yoki Jungoni sinab beqiyotdi, yo Jungo qiladigan gapi va Angliyaning kechiktirishida bularni qo'yib turaylik, xalqaro jamiyat shuga keldi. Hozir Dovi Torbiti o'zim aytibdi, Uyg'ur masalasi keyingi vaqtda xalqaro jamiyat yoki bugungi kunda xalqaro jamiyatda jiddiy masala bo'lib turgan bir paytda. Mushundaq bir paytda Joseph Biden prezident Joe Biden hukumati Jungo bilan savdo suhbat elib boradigan bo'lsa, Uyg'ur masalasini avval o'ylashadigan masala degan o'ringa ko'tardi deydi. Shu darajaga qo'ymoqchi bo'ldi deydi. Demek söhbət şundaq başlanğan bolsa ben baş təhlil qıldım vatandaş sizga. Demek söhbətin məzmunu birlə məcburi əmgək və ixtiyari əmgək məsələsi çəkilinib qalmaydı. Bunun səbəbi sürüşdürüldü, cəza lagırıqıcı bardı. Bunun təkdi nima üçün bunda qılırsan deydiğən yerə bardı. Lekin mən əzəldən hazırgıcı vatandaşları sözlümügən, lekin təsavvurumdaki bir iş Amerika Qoşmuş Ştatları üçün aytqandı bu bir əğiz gəp. Nima qılıvatsın Xitoy? Bu yerde bütün sürü bir millet sürü bir milletni bu derecede kıyılsan nime degen gap, nime de bastırırsa bu millet dese bir ağızlı gap. Ben şuna sual koyayım ki vatandaş, Amerika Qoşmuş Ştatları nimeni kütüvatıdı? Kaçan şundaq deydi? Amerika Qoşmuş Ştatları kütüvatkan bolsa, kaçan şundaq deydi deb sual koyulduğan bolsa, Uygur'dan işi tahirsiz. Uygur tügevatıdı, Uygur ülüvatıdı. Ötkende ben dedim ki Uygur tügevatıdı, Uygur ülüvatıdı, adı Tibet kütüp duruvatıdı. Şangan keçivatıdı, Uygur lagırdı ülüvatıdı. Muşundaq peytde Amerika Qoşmuş Ştatlarından qattiq bir ağız gap qıldığı o vaqtda qaça. Mana menin qiziqiliq ayırım, mana bu şeyde. Hem koyduğun sualım hazır, mana bu hürmetlik vatandaş.